Hozirgi kunda antidepressant moddalarni insonlar kundalik vitaminlar bilan birgalikda qabul qilishni boshlashgan va bu yil 8-sentyabrda e'lon qilingan maqolaga ko'ra, dunyo aholisining 359 millioni nevrozdan qiynaladi va deyarli har 4 kishidan bittasi kerakli muolajalarni oladi. Nevrozdan qiynalganlarning asosan ko'pchiligini ayollar tashkil qiladi va erkaklar bu narsadan kamroq qiynalishadi. Chunki ayollar asosan his-tuyg'ulari bilan ko'proq o'ylaganlari, ishlaganlari uchun bu narsadan ko'proq ayollar aziyat chekishadi. Xo'sh, nevroz bu nima? Nevroz bu stress, vahima, qo'rquv, ichki o'zingiz bilan olishuv, ya'ni sizga yoqmaydigan narsalarni to'planib ketishi va undan sizni asab sistemangiz, asabingizni toliqib qolishi nevroz deb ataladi. Xo'sh, nevroz nimasi bilan xavfli? Tasavvur qiling, siz hayotingizda hamma narsani joyida, hamma narsa yaxshi deb o'ylayapsiz, lekin sizda yurak urib ketishi, sovuq yoki muzdek ter bosishi, nafas yetishmovchiligi va shunga o'xshagan bir qancha yoqimsiz his-tuyg'ular kuzatilyapti. Keling, sizga oson tilda tushuntiradigan bo'lsam, bizni asab sistemamizda vegetativ nerv sistemasi mavjud va vegetativ nerv sistemamiz bizda parasimpatik hamda simpatikka bo'linadi. Buni sizga yana ham oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, parasimpatik bu avtomobilni tormoz qismi bo'lsa, parasimpatik nerv sistemasi esa avtomobilimizni gaz pedali hisoblanadi. Biz doimiy qo'rquvlarimiz bilan, doimiy stress bilan mana shu gaz pedalini bosib qo'yganmiz. Bizda tormoz qismi ishlamayapti. Miyamizda esa bodomsimon amigdala qismi bor va mana shu qismi bizda his-tuyg'ularga, asosan qo'rquvga javob beradi. Bizda ishlayotgan mana shu gaz pedalini bosilib turishi amigdaladan juda ham ko'p his-tuyg'ularning chiqishiga, ya'ni qo'rquv, bezovtalikning chiqishiga sabab bo'ladi. Bizda mana shu amigdalada doimiy xavf hissi turgani uchun, xavfni bizga bildirib turgani uchun biz o'zimizni tinch turgan holatimizda ham o'zimizga yoqmagan, juda ham bir yoqimsiz hislarni his qilishimiz mumkin. Bizda endi amigdala qismida doimiy xavf signali mavjud va bundan buyrak usti bezlarimiz kortizol hamda adrenalin gormonlarini ishlab chiqarib, bizni tinch turgan holatimizda ham xuddi xavf bordek bizga yoqimsiz bo'lgan tuyg'ularni bizga signal sifatida bera boshlaydi. Endi inson tanasi xuddi xavfga tayyorlanayotgandek